Patent nima beradi? Intellektual mulkka to'xtaluvdik. Endi patentga to'xtalamiz. Patent davlat bergan huquqiy himoya hujjati hisoblanadi va sizga quyidagi imkoniyatlarni beradi. Asosan tovar belgilariga to'xtalganmiz. Sanoat namunasida ham, ixtiroda ham, foydali modelda ham bemalol qo'llasa bo'ladi. Birinchisi, brendingizni shaxsiy mulk sifatida saqlash tovar belgisida, ya'ni o'zinikini qilib olish. Ikkinchisi, katta bozorga kirish, ya'ni raqobatchilardan ajralishdan bir yo'li patent. Keyingisi, brendingizni ostida soxta mahsulotlar ishlab chiqishini oldini olish uchun bizga patent kerak bo'ladi. Men aynan tovar belgisi guvohnoma hisoblanadi, patent deb yaxlit qilib aytib ketyapman. Keyingisi, marketingga tikilgan pullarning samarasini saqlashda yordam beradi. Brendni obro'sizlanishini oldini oladi. Bu holat bizda juda ko'p uchraydi. Ya'ni tadbirkorlar brendini patentlab olgandan keyin yoki patentlab olmagan bo'lsa agar real ko'p uchraydigan holat Instagramda bor. Misol uchun, ikkita, uchta bir xil o'xshash brend, o'xshash logotip, bittasini faoliyatidan qaysidir mijoz foydalanadi. Natijasida boshqasini kommentiga kirib, o'sha o'zini negativlarini, noroziligini bildiradi. O'zimizda bo'lgan holat, bitta mijozimiz kelyapti, aynan tovar belgisi bo'yicha restoranim bor, faoliyat ko'rsataman. Boshqa restoranga borib choy ichib, mani restoranimni kommentiga kirib, sizlar o'zlaringizdan ketibsizlar, sizlar ovqatlaringiz buzilibdi, unaqa bo'libdi, bunaqa bo'libdi deb komment bildirgan. Keyin chiqqanimda mana shu restoranga bordik, xizmatlari, servislari yaxshi emas ekan deb aytyapti, lekin u restoran mendan ancha uzoq joyda, boshqa restoran, egasi ham emas, lekin nomi, logotipi o'xshash. Ya'ni patent qilmagan bo'lsangiz agar, hali patent qilmagan edi aynan o'sha shaxs, o'zingizga bog'liq bo'lmagan holda obro'yingiz tushadi. O'zingizga bog'liq bo'lmagan holda brendingiz shuncha yaratayotgan obro'yingiz tushib ketadi. Keyingisi, siz yaratgan ixtironi ko'chirilishini oldini olish, ya'ni patentlab olish, ixtiroingizni, sanoat namunasini, foydali modelni ko'chirilishini oldini olish uchun. Kontrafakt mahsulotlar orqali keltirilgan zararlarni qoplatish uchun, ya'ni nafaqat huquqiy himoya, balki yetkazilgan zararni qoplab berish ham mavjud. Yana bitta tushunchaga ta'rif berib o'tmoqchiman. Ko'pchilik jarima deganda tadbirkorlar yoki nimalar, yoki shu sanoat namunasida ham, ixtiroda ham jarima bu davlatga qo'llaniladi. Ya'ni qanaqadir qonun buzilish holati bo'lsa agar, davlat jarima nima qiladi? O'sha fuqaroni jarima qilib, o'sha summani, qanchadir jarima summasi bo'lsa agar, u summa davlatga o'tadi, davlatga beriladi. Yetkazilgan zararni qoplab berish aynan huquq egasini huquqlari buzilgan holatida unga nisbatan yetkazilgan zararni o'sha kompensatsiya miqdorida to'lab berish. U ham ba'zi miqdor hisobida, masalan 10 barobar, 20 barobar, 30 barobar qilib aynan belgilab berilgan. Ya'ni birinchi martada jarima qo'llansa agar, u sizga tegmaydi, ya'ni huquq egasiga tegmaydi. Davlatga bo'ladi, davlatga boradi. Keyinchalik siz sud jarayonlarida, bu sudda bo'ladi, menga shu mani mahsulotimdan noqonuniy foydalanish natijasida zarar yetdi, moddiy zarar yetdi deb da'vo qilganingizda, o'sha moddiy zararni undirish mumkin. Bu yetkazilgan zararni qoplab berish bo'ladi. Tovar belgisida ham, sanoat namunasida ham xuddi shunaqa hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida Patentni Adliya vazirligi huzurida Intellektual mulk markazi davlat muassasasi beradi. Patent taqiqlash huquqi, hozirgi akamiz savollariga patent taqiqlash huquqini beradi. Patent bizga ishlab chiqarish ruxsatini bermaydi. U boshqalarga sizning ruxsatingizsiz foydalanishni taqiqlash huquqini beradi. Ishlab chiqarish huquqini aynan sohalar bo'yicha litsenziyaga ega bo'lganingizda amalga oshirishingiz mumkin. Patent bu ma'lum bir muddat davomida sizning intellektual mulkingizni huquqiy himoya qilib beradi. Uning 3 ta asosiy sharti mavjud. Birinchisi, muddatli. Masalan, ixtiroga 20 yil patent beriladi. U tugagach, yechim hammaga ochiq bo'ladi. Ya'ni o'sha siz 20 yil davomida huquq egaligini saqlab qolasiz. 20 yildan keyin u ochiq hamma ishlatishi mumkin bo'lgan nimaga aylanadi, o'sha nimaga aylanadi. Hududiy O'zbekiston patenti faqat O'zbekistonda kuchga ega, boshqa davlatda alohida himoya olish kerak bo'ladi. Keyingisi, aniq texnik yechim. U g'oyani emas, hujjatda yozilgan aniq yechimni himoya qiladi. Bu patentga nisbatan aytilgan, ixtiroga asosan. Patent haqidagi noto'g'ri tushunchalarni to'g'rilaymiz. Ko'pincha noto'g'ri tushunchalar bor, aynan shularga ta'rif berib ketganmiz.
g'oyani o'zini himoya qilish emas. G'oya telefon quvvatini uzoq muddatli ishlashini ta'minlash. Aniq texnik yechim himoya qilinadi. Telefon batareyasining haroratini doimiy kuzatib turuvchi va qizib ketgan protsessor quvvatini avtomatik kamaytiradigan boshqaruv tizimini ishlab chiqish. Patentni o'zi pul keltirmaydi. Ya'ni siz patent oldingizki, menga pul keltiradi degan tushunchada bo'lmasligimiz kerak. Umuman pul keltirmasligi ham mumkin, olib qo'yishingiz ham mumkin, hech qanaqa. U faqat real hayotda tatbiq etilgandan keyin, ya'ni siz qaysidir zavodlar bilan, korxonalar bilan ishlab chiqarishni kelishib olib, o'sha o'zingiz yaratgan ixtiro, foydali model yoki yaratgan tashqi ko'rinish, dizayn, sanoat namunangiz bo'yicha shartnoma qilib, faoliyat ko'rsatganingizdan keyin u sizga pul keltiradi. Patent o'zi pul keltirmaydi. Endi fan sohasida PhD nimalar uchun kerak bo'ladi? Patent bu vosita, daromad uni ishlatish yoki sotishdan keladi. Ya'ni o'z ixtirongizni ko'paytirib sotish yoki korxonalarga o'z ixtirongizni qo'llash imkonini berib, shartnoma tuzasiz va uning o'rniga haq olasiz. Keyingisi, patent butun dunyoda amal qilmaydi. Har bir davlatda alohida himoya olinishi kerak. Guvohnoma faqat ro'yxatga olingan davlatlardagina amal qiladi. Bu yerda aynan tovar belgisi bo'yicha biz to'xtalganmiz. Bu yerda men aynan tovar belgisini nazarda tutganman. Chunki qaysidir, masalan, brendni olsak, Ermak degan brendni olsak, Ermakni ko'pchiligimiz taniymiz. O'zbekistonda patent qilgani uni Qozog'istonda Ermak deb ishlab chiqarilmasligini ta'minlaydigan emas. Ya'ni Ermak deb boshqa kishi ishlab chiqarishi mumkin Qozog'istonda, boshqa davlatlarda. Shu uchun O'zbekistonda huquq egaligini olgandan keyin qaysi mamlakatlarda faoliyat ko'rsatmoqchi bo'lsa agar, o'sha mamlakatlarga ham alohida talabnoma topshirib, talabnoma topshirishning ikki xil yo'li bor. Xalqaro tashkilot bilan, ya'ni WIPO tashkilot bilan yoki aynan o'zi kirib bormoqchi bo'lgan mamlakatdagi patent vakili orqali patentlashga topshirishi mumkin. Chunki sanoat namunasida ham, ixtiroda ham, foydali modelda ham, tovar belgisida ham chet el fuqarolari yoki ajnabiy shaxslar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar O'zbekistonda patentlamoqchi bo'lsa yoki chet davlatga patentlamoqchi bo'lsa agar, patent vakillari orqali o'sha mamlakatga o'zlarini talabnomalarini topshirishi mumkin. Ya'ni bu yerda kimlar cheklanadi desa agar, o'zini tanish yurist do'sti bo'lishi mumkin. Masalan uchun Qozog'istonlik fuqaro O'zbekistonda patent qilmoqchi, tanish yurist do'sti bor. O'sha orqali O'zbekistonda patentlashga topshirishni xohlayapti yoki o'zi patentlashga topshirish xohlayapti jismoniy shaxs sifatida. O'sha paytda mumkin emas, faqatgina patent vakili orqali patentlashga topshirish mumkin. Ikkinchi yo'li, shu yoqqa kelib yuridik korxona ochadi. Yuridik korxonasi nomidan patent vakilisiz varianti bu topshirishi mumkin. Bo'lmasa o'zi yoki qanaqadir yurist yoki buxgalter orqali o'zini sanoat namunasi, tovar belgisi, ixtiro, foydali model bo'yicha talabnomasini topshira olmaydi. Nafaqat O'zbekistonda, boshqa davlatlarda ham xuddi shunaqa. Shu keyingisi abadiy emas. Ma'lum bir muddat tugagach texnik yechim jamiyat mulkiga aylanadi. Boshqa intellektual mulk hujjatlarida ham amal qiladi. Ixtiro, sanoat namunasi, foydali model shularda.